достойный, порядочный mujiki deb gapirayotgan bolaga bo'lgan обращение qilmoqchi edim. Bunaqa gaplar ringga chiqib yoki O'zbekistonning nomini, bayrog'ini ko'tarilayotganda gapiriladigan gaplar emas-da, bu turimniy, zonishniy, romantikani gaplari. Bu gaplarni yeteklab ko'chada yurish bu порядочный mujikki gap emas bu. Ko'chada volyada odam yo правильный yoki normalniy yoki ровный patsan bo'ladi. Mana shu narsalarni unutmanglar. Chiroyli gapirishni o'rganinglar. Bitta erkaklarni o'zi keldi-da, sizlarni ham kuch bilan yutdi, ham intellektualni, ham slovesni, shaxmatistni terib tashladi hammanglarni. Sal bundoq gaplaringlarni ringga chiqayotganda o'ylab gapiringlar. 70-75 gapinglarni yo'qotganiga ming qatla shukr Otabek akaga rahmat deb qo'yamiz mana shu joyda. Endi bu yog'iga qolgan gaplarni ham senzuradan o'tkazib, bularni hammasini senzuraga solmasa bo'lmaydi. Bular sport targ'ibot qilyaptimi yo turimli romantikani targ'ibot qilyaptimi? Mana shuni orasidagi farqni oldin odamlar tushunib olsin-da, keyin bolalaringlar bularga to'g'ri balet qilyaptimi, noto'g'ri balet qilyaptimi, o'zinglar uchun hal qilib olinglar. Bolalaringlar kimga balet qilyapti, kimga obuna bo'lyapti, kimni kuzatyapti, buni qat'iy nazoratga olinglar ota-onalar. Bu gaplar romantika bu. Bu narsalarni o'sha yerda qoldirib kelish kerak-da. Ko'chaga chiqqandan keyin O'zbekiston bayrog'ini ringda ko'tarayotgandan keyin prilichni gaplarni gapirish kerak. Agar o'zingizlarning aqlingiz yetmasa, men sizlarga maslahatim yo PR menejer yo SMM menejer olinglar, harakat qilinglar. Faqat yutgan pulingizga mashina olib, bir balolar qilib, diskotekalarga borib kayf qilmasdan, o'zingizlarga ozgina soqqani tikib, razviyatsiya qilinglar. Bo'lmasa bitta mamlaqa erkaklarga o'xshagan bola keladi, hammanglar chochib tashlaydi, чисто словесni. Gapingizga hushyor bo'linglar, salomat bo'linglar, bizani kuzatishda davom etinglar, obuna bo'linglar.